Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet iyul oyida qanday ob-havo bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi deyiladi prognozlarda. Iyul oyida havo harorati juda ham ko'tariladi. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.